Yaxşımı dostlar, mənlarning ushbu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men hozir doyonni serib ketib berib, Leon apanning bu zobesini ko'rib qoldim. O'ziga bir sovg'atlik berilgan bir Huawei telefonni, hozirgi bozor bahasi 25.800 ga atrofidagi bir Huawei telefonni kim ortiq qilib setish orqali to'rda tushgan pulni ma'lum bir og'riq qirinchimizga yordam qilmoqchi ekan. Endi Leon apandim, Leon afkam siz oldin qatim o'zingiz eng amroq mashinangizni kim ortiq qilib setib, shundan tushgan pulni barliq nurg'un og'riq qarindoshlarga, qiyinchilik bor do'stlarga yordam qilgandingiz. Buni biz ko'zimiz bilan ko'rib turdik, hammamiz bek mamnun bo'ldik. Bütün tor dünyası zilzilib ketdi. Bundan hammalarning xabaringlar bor do'stlar sizlarning. Siz xeyli adam qilamagan yaxshilarni qildingiz. Asli sharoitimiz yer bersa, bizmi sizga qilsak, ham sizdan bek oshirib o'tamizakmi, sizdek bek qilmasakmiz, yaxshi bo'lsa qilsak bo'ladi. Lekin shu nurg'un odamlarniki sharoit yer bermaydi, ba'zi odamlarning iqtisodiy yer bermaydi, ba'zi odamlarning shu ko'nglida va amaliyotida qilolmaydi. Men bu bir oila ayoli, mening 18 yoshga kirgan bir o'g'lim bor, men bu oilada 42 sargardan mushuk, tilsiz hayvonlarni beqiyotgan bir ayol. Men sizning o telefoningizga haq o'xshash 50 ming 60 ming deb baho qo'yamayman. Chunki ras beramayman o pulni men. Ammo mening azroq yig'ib qo'ygan 30 ming pulim bor. Agar qabul qilsangiz shu telefoningizni men 30 ming qo'yga olay. Ilib mening o'zimning telefonim bor, o'zim tutmayman, tutamayman o telefonni. O'g'limga men teshimga chiqib qolgan yurkimga so'q qilay balamga. O'g'limga so'q qilish orqali o'g'limga sizni ulgi qilaman. Mening balamning kelgusida sizdek iqtidorli, qobiliyatli, esil cho'ng bo'lishiga ulgi qilaman. Andin shu telefonni agar men 30 ming setib olsam, siz qabul ko'rib, men nurg'un ishlar qila olgan bo'ldi ekanman. Siz bilan tang shu yaxshi qila olgan bo'ldi ekanman. O'g'limni xo'sh qila oladi ekanman. O'g'limning yaxshi odam bo'lishiga bir ishonchlik ulgi deb bera oladi ekanman. Undan sirt yana o'zim ko'nglimda nihoyat rohatlik his qilib qoldi ekanman. Bu so'g'a men shu ish bo'lmasa 50 ming qo'yamiz, 45 ming chiqib olsam bek yaxshi bo'ladi, lekin mening sharoitim shunday bo'lib qoldi. Men bu sizga session qilib xat qoldiraman. Zo'pyorimni ko'rsangiz, mayli mening xatimni ko'rsangiz bir inkos bildirib qo'ying. Amal bor, telefonni 30 ming qo'ygan menga bering. Men bayam degandek, men bu o'rinliq yerga ishlatib, siz bilan tang mush yaxshiniki bir uchiga dastlab qo'yay. Rahmat enim sizga, ko'p rahmat.